Ahmadning Yo'qotganlarim va topganlarim asarini o'qidim. Bu asar ko'proq o'zi bilan birga hamkasb bo'lgan G'afurullo, yana ko'plab adiblarimiz hayoti haqida, ular bilan qanchalik yaqin bo'lganligi haqida, ularning xarakterlari haqida yozilgan, qanchalik jiddiy inson bo'lganligi, bilimli va qanchalik quvnoq inson bo'lganligi, adiblarimizning hayoti, turli sayohatlarga Said Ahmad bilan birga borganliklari, uyida mehmon bo'lganlari shu haqida yozilgan. Menga bu asar juda ham yoqdi. Bunda ko'proq asarlari haqida emas, adiblarning xarakterlari haqida bilib olsa bo'lar ekan. Men Said Ahmadning Jimjitlik asarini o'qib tugatdim yaqinda. Bu asar juda ham chiroyli hamda mazmunli yoritilgan va deylik bu asarda bosh qahramonni shu darajada chiroyli ta'riflaganki, bu ta'rifdan biz deylik Said Ahmadning naqadar so'ziga boy inson ekanligini va deylik insonlarga, o'zbek xalqiga hurmati baland ekanligini yaqqol ko'rishimiz mumkin va asarda deylik uning mazmunini chiroyli yoritib berganidan bu inson bu asarda o'zini o'sha asarni ichiga tushib qoladi va o'sha asarda bosh qahramondek yashadida, misol urush yillaridan tortib kechgan voqealari, misol uchun boshdan o'tkazgan qiyinchiliklari, ayolini, farzandlarini ham urushda yo'qotganligi va o'sha urushda deylik makkor insonlarning tuhmatiga duchor bo'lganliklarini, shu deylik qiyinchiliklarni boshdan men ham o'tkazdim va bunda insoniylik tushunchasi qanchalik yuksak o'rinda turishi kerakligini o'zimga ibrat sifatida oldim. Ya'ni insonlarni faqatgina deylik yomonlik qilsa ham siz unga yaxshilik bilan javob berishingiz kerakligini